Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi video vlogimizni boshlaymiz. Uylarimni uborka qilib bo'ldim. Uborkadan so'ng divonimga yangi olingan pastelni belyo va yostiqlarimni sovulaman. Pastelimni solganimdan keyin g'ijimligi yozilib ketadi deb sovurgan edim dazmollamasdan, lekin kunim bo'lmasdan parli dazmolimda birozgina tekizlab oldim. Bo'lishlarimizni ham g'iloblariga sovuramiz. Judayam mazali, yumshoqqina, o'tayam shinamgina bo'lish ekan. Judayam yoqdi. Bolajonlarimga ham shu bo'lishdan olib soberdim. Mazza qilib damlarini olib yotishibdi. Yumshoqqina, judayam zo'r bo'lish ekan lekin. Mana endi adyolimizni ham sovuramiz. Yoz bo'lgani uchun yupqaroq adyol ishlatdim. Yozda uncha yopinib ham yotmaydi odam, shuning uchun baribir uxlaganda yopinishimiz mumkin deb shu yupqa adyolni sovoldim. Bu adyol ham menga juda yoqdi, yumshoqqina, chiroylikkina adyol ekan. Adyolim biroz kichiklik qildi, lekin bo'laveradi. Shunday qilib uylarimni chiroyli qilib, divonlarimni ham chiroyli qilib qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, mana shu brendni pastel belyolar juda ham yaxshi ekan. Endi esa yozgi kunida muzdekkina tabiiy kompot ichgim keldi va uyda ustalar ham bor edi. Bolalar xonasini remont qilishyapti. Shular ham muzdekkina maza qilib ichishadi deb kompot tayyorladim. Va choylar bilan ichishga, pirog tayyorlashga ham tushib ketdim. Tuxumlarimizni solib, birozgina ranglari ochargandan keyin shakarni ham oz-ozdan solib, yaxshilab shakarlari eriguncha mikserlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, shunaqa oppoq holatga keladi shakarlari erigandan keyin va 1 stakan to'la qatig'imizni sovuramiz. Xona haroratida erigan 50 gramm sливочный maslamizni ham sovuramiz. Yaxshilab aralashtirib olib, ustidan un, razrixlitel solib, buni ham bir xil massaga keltirib olamiz va 180 gradusda tepa-pasti qizarguncha pishirib olamiz. Uzog'i 30-35 minutda pishadi. Ko'rib turganingizdek pishib chiqdi. Pergamin qog'ozim yo'qligi uchun falga solgan edim. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi falgada ham. Biroz sovigandan so'ng shunday bo'laklarga bo'lib qo'ydim. Tayyorgina qilib, tarelkalarga solib olib chiqadigan qilib. Oralari ham juda ham chiroyli, mayin bo'lib pishgan. Yoqimli ishtaha. Bugungi video vlogim shu yergacha edi. Keyingi video vloglarda ko'rishguncha xayr.